Aziz arkadaşlar, bu sizlerle Xushxon bugün ana bu Festive Fixtures yo'nalishimizning ikkinchi haftaligi keldi. Bizga bugun bir qancha paketlar bo'ladi, qiziqarli sovg'alar bo'ladi va hazard kartini ham ochib olamiz. Xulasa boshladik. Mana bu yerdan kunlik sovg'ani olib qo'yamiz. Buni olib qo'yib, juda ham kerakli narsa. Yo'limiz 24 ga ko'tarildi. Endi bu yerda Star Pass'dan mana sovg'alarimiz ham bor. Bitta shartsiz ham olishimiz mumkin edi. Endi takliflarda nima o'zgarishlar bo'ldi. Biz Dybalani oldik. O'zingizlar bo'lgan bo'lsanglar kerak. Tekinga pak berildi. Men Mbappe boshqa paklarni ochib ko'raman. Birinchi shu pak pakini ochgandim. Shuni oldim. Qolgani yo'q ketdi. Bilmayman. Bu yerda Frank Lampard. Buni ham yaqinda oldik. Buni shaxsga berib yuborsak kerak, ko'ramiz. Charlton. Buni full qildik. 120 qildik. Startlar dahshat. Mana aytib o'tganimdek, Shkovatni kart, Indikani ham oldik. Va bizda hozircha shular. Va biz navbatda Open pakka beramiz. Ketdik. Xo'sh, Open pakda bizda bu 3000 talik ochib bo'lgan edim. Adashmasam ertalab ochdim. 112 mi tushdi. Xo'p, endi 15 minutga ochsammikan deb turibman. Agar 15 minutga ochsam, xo'p, bitta 7,5 minutlikdan ochaman. Shu ma'qul. Qani Nail degan yarim himoyachi. Yana bitta ochib ko'ramiz. Chiqsa yo'q. Yo 20 soatlik bir jonda. Bu darajada. Anniversary yo'nalishida bu 117 bittaga ko'taribdi mayli. 60 ta bor bizda. Xo'sh. Mana bu pakcha Chempionlar Ligasidan ham olib ko'ramiz. Armaniyadan qoladigan umiddaman va bu yerda Bakalia, Balde, Gakpolarni ko'taribdi. 8 plus projette logo ardangidek mineralka. Xo'sh. Endi almashinuvlar bo'limiga o'tamiz va sharslarni almashtiramiz. 70 ta. Bemalol yetadi. 1039 ta sharts bo'ldi. Endi Festive Fixtures yo'nalishiga o'tamiz. Va hozir mana bu yerda ham pak bor. Bundan ham ko'ramiz kimlar. 20 yo'q, yana bir Bowen. Bu tezlik bilan shutiga bir xil ekan. Dribling ham yomon emas. Yaxshi. Zo'r. Xo'sh, bu yerdan ham bir ochib ko'rsam ekan. 100 ta tushsa mayli. 100 ta tushmasa albatta 100 ta ham tushmaydi bitta.
Galereya bo'limiga o'tamiz. Biz endi bu yerda George Best afsona, bu ham yaxshi hujumchilardan hisoblanadi hozirgi kunda. Xo'sh, Virgil van Dijk 1,5 mingtaga. Ham Didier Drogba. Judayam zo'r, mana Cole Palmerlar ham bor. Semenyo oyog'i 5/5. Judayam o'zi top ideal formada bu hujumchi. Judayam zo'r o'yinlar ko'rsatmoqda. Tim Howard o'tgan safar 110 daraja olib yarim himoyachi SMda chiqqandi. Yaxshi bu safar GKda chiqardi. Calafiori, Keane, Kompany, kapitan Kompany, Vincent Kompany o'zi aslida. Robert Sanchez, Wesley Keane, Casemiro, Wood, 113 Estevao, Yomayo. Bular bu yoqqa qo'shmasam, bu yoqqa qo'shib. Xo'sh, birinchi haftalikka o'tamiz. Hozir o'tmoqda. Mana bu yerdan Eden Hazard kartini ochib olamiz. Yo'q. Belgiya. Euro. Hazardning 115 kartini oldim. Bu juda ham statistikalar shkalat dahshat. Yorug'ray turgan darajada. Bu lamaga o'tadi. U yaxshi. Bu zo'r. Endi tarkibga o'tamiz. Tarkibni sekramiz va Hazardni qo'ysak 110 turga qaytdi. Xo'p, bunga rang beramiz. Hozir o'sha buning uchun bitta yoki ikkita rang beramiz shekilli. 2 ta. Albatta 50 ta yetmaydi. Xo'sh, yana 114 ga qaytdi. Bu yaxshi. Eden Hazard. Xo'sh. Buni ham bermayman. Shu hozircha ekstra tayyor ham ochib ko'ramiz hozir. Ikkitasini berib yuborsam 3000 ta. O'sha qavmidagi birinchi mingtalikdan ochib olsak, keyin ko'ramiz. O'zgarishlar kelgan bo'lishi ham mumkin. Ertalab ochdim bu yerda mana 2,5 ta olmos, 300 ta o'sha APL tokeni va 500 ta 5000 ta extra time tokeni berdi. Albatta men bu yerdan yo'q. Voy. Xo'sh, mayli. Hech narsa yo'q. Bastoni. Yana bitta ochib ko'ramiz. Xo'sh, bizda Rosario Ronaldo, Real Madrid va Barselona afsonasi. Bu yerdan albatta 200 tani olamiz. Xo'sh, endi bu yerdan bir testdan o'tib ko'ramiz. Trivia time.
Steven Gerrard bo'lsa kerak. Yo'q. Albion. Welbeck. Danny Welbeck. Peter Schmeichel albatta. Fulham. 22-sezon. Xo'sh, Madrid. Yo'q. Taqib deydi-yu. Mayli. Bugun 300 startga 5 ta. Endi bu yerdan yana F'ni Zapaka bo'lamadan F'ga chempionga ham chiqdik. Endi mana Tuxel yo'nalishdan ham chiqishga harakat qilaman. Menejer modlar keyin aytgancha buni birinchisi tugadi. Ertaga ikkinchisi keladi buni. Bu juda ham yaxshi challenge ekan. Yoqdi. 16 soatdan keyin bunaqa o'ynab qo'yishing sizlardan chiqmasin. Xo'sh, bizda adashmasam manimcha bu yerda o'zgaribdi. Ololmi? Mayli. Xo'sh. Degan bo'lsak, yo'q, biz rank up point qilamiz. 300 ta. Xo'sh, bizda yana bitta kuchaytirishga yetish kerak. Bu yerda hech kim bera olmayman. Hech bo'lmasa bitta olishim kerak 100 ta. Biz albatta 91lardan sotib olamiz. Tezroq, faqat 3 million ketibdi bularning narxi. 2.950 edi. Atom so'roq 7 million. Wow. 95ligiga ham 46 million. Bilmadim. Neyler şunu olamiz. 4 ta soqollarimiz agar bundan soqollarimiz afsus bitta ketmay qolarkan. Bularda aniq yetmaydi. Hop, mayli, hozircha shuncha kuchaytirib turamiz. Keyin yig'ib harakat qilaman. Hozirni shunchaki hozir kuchaytiramiz. Bizda 5 ta. Adashmasam yana 100 ta bo'lganda. Mana nimaga ham o'tdi mana. 100 ta bo'lganda ham yetmas ekan. Mayli. Mana vamos. Bizda oyligimiz 115 bo'ldi. Xo'sh, buni yerga tortamiz. Bu yerga ham yaxshimikan bo'ldi. Ancha shunday yaxshiroq. Xo'sh do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.